Autizm nima? Autizm bu nevrologik rivojlanish xususiyati bo'lib, o'zini aurasida yashaydigan insonlar hisoblanadi. Ular o'zi boshqacha fikrlaydi, boshqacha idrok qiladi. Ularga kasal insonga qaragandek muomala qilmaslik kerak. Ularga qanday munosabatda bo'lish kerak? Ularga aniq, ravon gapirish kerak. Menga qara, ko'zimga qara degan buyruqlarni berib, ularni majbur qilmaslik kerak. Ularni o'zlari xohishlariga qarab muloqotga kirishish kerak. Agar u g'alati harakat qilsa, ko'p takrorlasa yoki o'zini yot tutsa, bu nimani anglatadi? Bu stemming deyiladi, ya'ni o'zini tinchlantirish yoki muloqotga kirishish usuli hisoblanadi. Bu g'ayrioddiy harakat emas. Autizmli bolani oddiy bolalar bilan birga o'qitish mumkinmi? Albatta o'qitish mumkin, chunki hozirgi kunda ular ham do'stlashishga harakat qiladi. Asosan pedagoglar autizm bolalari bilan inklyuziv ta'lim qilib, qo'shib ishlanganda yaxshi natija beradi. Chunki autizm bu kasallik yoki bir g'ayrioddiy narsa emas demoqchiman. Balkim o'sha oddiy boladan autizmning iqtidori ko'proq bo'lishi mumkin. Tengqurlari bilan birga ta'lim-tarbiya olib borilganda ulardagi iqtidor yana ham namoyon bo'lib, rivojlanishi mumkin. Autizm spektridagi insonlar haqidagi qanday xatoliklardan saqlanish kerak? Ularga kasal insonga qaraganda qaramaslik kerak. Ular hech narsani tushunmaydi degan fikrga bormaslik kerak. Davolansa bo'ladi degan fikrlardan uzoqroq turish kerak. Ularning ustidan kulmaslik kerak. Ular ham tengdoshlari qatori bilim olishga haqli. Autizm bu kamchilik emas, bu dunyoni boshqacha ko'rish usuli. Hattoki o'sha hozir o'zim ham guvoh bo'ldim. Misol uchun Elon Musk ham Asperger sindromiga chalingan ekan. O'sha dunyoda mashhur o'sha mashina ishlab chiqaruvchi milliarder Elon Musk ham Asperger sindromiga chalingan ekan. Bu ham autizmning bir bo'lagi hisoblanadi. Shuning uchun autizmdan ham juda iqtidorli kishilar, juda sanab o'tsa juda ham ko'p. Aktyorlar, autizm kasalligiga chalingan aktyorlar juda ham ko'p. Ular asosan san'atga, matematika sohasiga, IT sohasiga juda ham katta yutuqlarga erisha biladi. Faqatgina mashhur odamlar emas, o'zimning ham ish faoliyatim davomida o'zim guruhimdagi bolalarda autizm spektridagi bola juda ham qobiliyatli edi. Ayniqsa qurish sohasiga konstruktorlardan juda ham ajoyib loyihalar yasab qo'yil qoldirardi. Hozirgi kunda o'zimning guruhimdagi Ilhom ismli bolada matematik tasavvurlar juda ham kuchli rivojlangan. Oddiy o'zini tengdoshlariga nisbatan undagi matematik tasavvurlar yuqori deb bemalol aytib bilsam ham bo'ladi. Shu sababli biz bunday bolalarni jamiyatga bemalol qo'shgan holatda ularga yordam berishimiz kerak deb o'ylayman.